Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun ochiq darslarimizning 8-soni va bugun mavzuyimiz bog'lamalar bo'ladi fors tilida. Bog'lamalar nima? Bog'lamalar bu ega hamda ot kesimni bir-biriga bog'laydigan grammatik birlik. O'zbek tilida ham bog'lamalar bor. Bularni yozamiz. Mana bugungacha biz ast bog'lamasini, ya'ni o'zbekchada uchinchi shaxs birlikdagi dir bog'lamasini o'tgan edik. Ahmad talabadir. Biz shu kungacha shu bog'lamani o'tgan bo'lsak, dir bog'lamasini bu nofaol bog'lama edi, ya'ni o'zbek tilida og'zaki nutqda tushib qoladigan bog'lama edi. Lekin qolgan shaxslarda bu Ahmad haqida gapirganimizda dir tushib qoladi. Ammo men deb gapirganimizda, sen deb gapirganimizda yoki biz, siz, ular deb gapirganimizda bog'lamalar to'liq ishlatiladi. Men talabaman. Men talabaman. Sen talabasan. Sen talabasan. Mana shu yerdagi man, san va uchinchi shaxsdagi dir, demak bular bog'lama hisoblanadi. Xo'p, endi bular bir kishi, men bir kishi, sen bir kishi, Ahmad bir kishi. Ahmadning o'rniga u deb ishlatsak ham bo'ladi. Xo'p, biz talabamiz. Biz deb gapirayotganimizda siz talabasiz. Siz talabasiz. Endi uchinchi shaxs ko'plik, ya'ni Ahmad emas, Ahmadning kursdoshlari bilan birgalikda ular talabadirlar. Kichkina bilan bo'ladi. Ular talabalar. Ular talabalar yoki ular talabadirlar deb aytsak ham bo'ladi. Endi xuddi shu narsa fors tilida qanday ifodalanadi deganda biz shu kungacha o'tganmiz, demak Ahmad talabadir shaklini birinchi doskaga yozib olamiz. Ahmad donishju hozirda ancha katta bo'lib qoldi. Ahmad donishju ast deb yozayotgan edik. Mana shu usulda ishlatayotgandik. Ahmad talabadir deganda Ahmad donishju ast bo'layotgan edi. Xo'p, endi men talabaman, sen talabasan yo biz talaba, siz talabasiz, ular talabasiz deganda qanday aytiladi? Xo'p, menni birinchi tarjima qilib olamiz. Men, sen. Men fors tilida man bo'ladi. Man. Talaba donishju. Talaba donishju. Endi qaranglar. Astga e'tibor beramiz. Astda alif, sin, t bor. Alif, sin, t. Bu yerda alif h ga almashadi. Sin bilan t shundayligicha keladida, t'dan keyin birinchi shaxs manga munosib mim qo'shiladi. Hastam. Ya'ni bu yerda am qo'shimchasi qo'shilyapti. Man donishju hastam bo'lib qolyapti. Man borligi uchun demak bu yerda mana hastam bo'lyapti.
man donishju hastam. Bu yerda h tovushi orttirilyapti. Bunda alif turibdi, a turibdi, bunda h turibdi. Hop, endi sen talabasan deganimizda tu donishju hasti. Tu donishju hasti. Yana he tovushi orttirilyapti. Asti emas, hasti bo'lyapti va oxiriga yo tovushi, i tovushi va yo harfi qo'shilib kelyapti. Bu ikkinchi shaxs birlikda, ya'ni sen deb gapirganimizda. Ko'plikda qanday bo'ladi? Biz, siz, ular. Biz, mo deyiladi. Siz yoki sizlar shumo bo'ladi. Qarang, 4-5 ta odamga sizlar deb gapirsangiz ham shumo bo'ladi. Bitta odamni hurmat qilib siz deb gapirsangiz ham shumo deb aytiladi. Hop, ular 4-5 ta odam haqida gap ketib, ular desangiz, mana onho. Onho. Hop, shunda mo donishju talaba, ya'ni donishju turaveradi, donishjulik uchun. Mo donishju, endi yana he tovushini orttiramiz. Yana sin t, endi hastin bo'ladi. Mo donishju hastin. Buning qo'shimchasi an edi. Man deganda, to deganda i qo'shilayotdi. Uchinchi shaxsda asning o'zi turuvdi. Mo donishju, mo deganda esa im qo'shilyapti. Shumo deganda mana donishju so'zini yozamiz. Shumo donishju, siz talaba, siz deb aytadigan bo'lsak, donishju yana hoy harfi sin t, mana yo dol. Shumo donishju hastid. Shumo donishju hastid. Siz talabasiz. Uchinchi shaxsda esa ular deganimizda onha donishju, onha donishju hastand. And qo'shiladi. Nun va dol harflari mana. Onha donishju hastand. Mana shu fors tilida, demak, ot kesimdagi bog'lamalar. Bularni yana bir boshqacha qilib ifodalash mumkin. Misol, hisoblanadi deb aytish mumkin. Ya'ni men talaba hisoblanaman, sen talaba hisoblanasan, u talaba hisoblanadi. Biz talaba hisoblanamiz, siz talaba hisoblanasiz, ular talaba hisoblanadilar. Mana shu hisoblanmoq, bo'lmoq, dir, man, san, biz, siz, ular qo'shimchalari bilan ifodalash mumkin o'zbek tilida. O'zbek tilida ko'pincha mana u talaba deganimizda, mana Ahmad talaba desak dir tushib qolishi mumkin yoki men, sen kimsan desa men talaba deb gapirishimiz mumkin. Men talabaman demasdan bog'lamalarni tushirib qoldirish mumkin. Lekin fors tilida bog'lamalar qat'iy kesimlik va gap hosil qiladi. Bog'lamalarni agar tushirib qoldirsangiz, men donishju desangiz, men talaba deb gapirganingizni davomini kutadi gapingizni. Hech qanday gap o'sha ritm pauzasini hosil qilmaydi, ya'ni gap pauzasi qo'yilmaydi, nuqta qo'yilmaydi va davomini kutadi tinglovchi sizni fors tilida agar man donishju deydigan bo'lsangiz. Shuning uchun gap to'liq qilib man donishju hastam, men talabaman. Tu donishju hasti, sen talabasan deb to'liq aytilishi kerak. Bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, hop, buni o'chiramiz. Endi buning bo'lishsiz shaklini yozib chiqaman. Ko'proq so'z o'rganish niyatida
donishju ya'ni talaba so'zining o'rniga boshqa so'z yozib beraman. Emasman. Emasman qanday bo'ladi? Ahmad donishju ast. Ahmad talabadir. Ahmad endi talaba, u vrach emas. Yozamiz. Ahmad pezeshk nist deb aytar edik. Nistning qanaqa paydo bo'lishini bir eslaymiz. Ya'ni ast bog'lamasiga na old qo'shimchasi qo'shilayotgandi. Nadagi a bilan astdagi a ikkalasi qisqa unli hisoblanadi. Ikki qisqa unli qo'shilib bitta cho'ziq unli hosil bo'layotgandi. Nistga aylanayotgandi. Ahmad pezesh nist. Ahmad vrach emas. Endi qolgan shaxslarda men vrach emasman, sen vrach emassan, biz vrach emasmiz, siz vrach emassiz, ular vrach emas deyish uchun mana shu nistga bu yerdagi mana bu qo'shimchalarni qo'shib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana men ishchi emasman. Man korgar nistam. Men ishchi emasman. Mana shu demak, emasman degan gapning aytilishi. Hop. Sen o'qituvchi emassan. Universitet o'qituvchisini nazarda tutib yozaman. Tu donishyor nisti. Tu donishyor nisti. Tu donishyor nisti. Mana Ahmad pezesh nist yozdik. Endi biz dedik, biz san'atkor emasmiz. Ma hunarpishi. Ma hunarpishi nistim. Ma hunarpishi nistim. Biz san'atkor emasmiz. Mana bu yerdagi hastimdagi im demak nistga qo'shilib nistim hosil qilyapti. Biz san'atkor emasmiz. Shuma sizlar shoir nisti. Shuma shoir nisti. Sizlar shoir emassizlar. Anha İrani نیستند. آنها ایرانی نیستند. ular eronlik emaslar. Mana shu usulda demak bog'lamaning bo'lishli va bo'lishsiz shaklini hosil qilyapmiz. Endi bog'lamaning mana bo'lishli shakli darak shakli, bo'lishsiz shakli, inkor shakli deydigan bo'lsak,
Endi buning so'roq shakli qanday hosil qilinadi deganda, so'roq shakli xuddi o'sha oldingi mavzularimizda o'tilgandek yo so'roq ohangi beriladi. Men talabamanmi deganda, man donishju hastam, men talabamanmi ohangi bo'lyapti. Endi oyo man donishju hastam buni qilsak, men talabamanmi degi o'sha meni o'zbek tilida oxiriga qo'shilayotgan meni fors tilida oyo bo'lib so'z boshida, gap boshida ifodalanadi. oyo man donishju hastam. Magar tu donishju hasti, sen hali talabamiding deb shubhalanib so'raganimizda, magar Ahmad donishju ast, Ahmad hali talabamidi? Shu usulda so'roq shakli hosil qilinadi. Endi so'roq almashlari bilan qanday hosil qilinadi deganimizda, endi so'roq almashlarida misol man donishju hastamga savol beradigan bo'lsak, man kistam, men kimman deb savol berish kerak bo'ladi. Buni ham hozir yozib chiqamiz. Ke so'roq almashini, demak, Ahmad ke ast deb aytdik. Ahmad ke ast. Mana shu ke ast bizda kedagi e va astdagi a ikkalasi qo'shilib, demak i ni hosil qilayotdi. Bitta i esa yo harfi bilan yoziladi so'z o'rtasida va buni kist deb yozamiz. Ahmad kist. Ahmad kim? Ahmad kist. Endi bog'lamalarning o'sha shaxs songa qo'shiladigan qo'shimchalari qolgan shaxslarda kistga qo'shilib keladi. Faqat 3-shaxsda qo'shilmaydi. E'tibor beradigan bo'lsanglar. Men kimman? Man kistam. Man kistam. Sen kimsan? Tu kisti. Tu kisti. U mana Ahmad kim? Ahmad kist. Ma kisting. Biz kimmiz? Bitta tishgan bo'pti. Ma kisting. Biz kimmiz? Shoma kistit. Shoma kistit. Siz kimsiz? Va onha kistand, bular kimlar bo'ladi? Bular kimlar? Anda qo'shilib kelyapti. Bu agar sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi yana ikki bir fe'l bor, mavjud degan ma'nolarni ifodalaydigan o'sha fe'llarni o'tib beramiz. Buning uchun oldindan eski mavzulardagi 1-2 kalit so'zlarni eslab olamiz. Demak, injo, onjo, kujo, bu yerda bu yerga, u yerda u yerga, qayerda qayerga ma'nolarini ifodalovchi so'zlar edi. Xo'p, bularni chekkaga olib yig'ishtirib qo'yamiz. Endi biz solishtiramiz bugungi darsda.
ast bog'lamasi va hast mustaqil fe'li. Buning tarjimasi demak o'zbekchada dir bo'lyapti. Dir bo'lyapti. Buning tarjimasi esa bor, mavjud. Hast degani bor degani, ast degani dir degani. Bu ast. Qarang, birinchi ega keladi. Ahmad keldi. Keyin Donishju keldi. Ahmadning faoliyati, ya'ni uning talabaligi. Ahmad Donishju ast deb aytdik. Endi bu hast esa bor, mavjud degan narsa so'zning o'ziga to'g'ridan to'g'ri qo'shiladi. Ya'ni Ahmad hast. Ahmad bor. Ahmad xonadami desak, Ahmad xonada bormi yoki Ahmad darsi bormi desak, bor deb gapiramiz-ku. Xuddi shunday. Oyo Ahmad hast? Ahmad bormi? Bali, Ahmad hast. Ha, Ahmad bor. Mana Markel bor. Demak, mujik hast. Taxti pokkun hast. Endi bu do'stga artadigan lattadir deb gapirsak, in taxti pokkun ast bo'ladi. Endi do'stga artadigan latta bormi deb o'qituvchi navbatchidan so'radi. Og'ay kechagi muhtaram, hurmatli janob navbatchi, sinfimizda do'stga artadigan latta bormi? Oya dar kelosimo taxti pokkun hast. Sinfimizda do'stga artadigan latta bormi? Bali, hast. Ha, bor. Xuddi shunday. Xo'p, mana bu yerga yozamiz. In mujik ast. Bu markeldir. Endi bu tomonga yozamiz. Mujik hast. Mujik hast. Ha, kof qolib ketibdi. Mujik hast. Marker bor bo'lyapti. Demak, nimaningdir umuman qaysidir predmetni nima ekanligini, qanday ekanligini, turi, xili, kattaligi, sifati va hokazolarni ishlatishda bog'lama sifatida ast va uning yondosh boyagi yuqorida tushuntirilgan qo'shimcha shaxs sonlarida kelgan hastam, hasti, hastim, hastida, hastamdi shakllarini ishlatayotgandik. Endi nimanidir mavjud ekanligi yoki emasligi haqida gapirganimizda esa bu hastdan foydalanamiz. Endi hast bilan ast mana bu mujik deganimizda farq qilyapti. Ya'ni marker bor, mujik hast, bu markerdir, in mujik ast deganimizda farq qilyapti. Lekin mo, shoma, onha, man, tu shaxslarga qo'shilayotgan shakllari esa umuman farq qilmaydi. Mana ko'ramiz. Man hastam. Man hastam. Men borman. Tu hasti. Mana ro'yxatda kim bor? Sen borsan deb aytadigan bo'lsak, tu hasti, sen borsan bo'lyapti. Hop, endi mana mo hastin, biz bormiz. Vatanni himoya qilishga kim bor deganda, demak, biz bormiz deb javob qaytarayotganda mo hastin deb aytiladi. Yoki siz borsiz, biz prezident aytadilar-ku, sizda yoshlar bor, bizni kelajagimizni qurish uchun deb.
شما هستید. شما هستید و ular borlar. آنها هستند. آنها هستند. ular borlar. Endi boyagi mana bu dirning qolgan shaxslarda kelgan shaklidan qanday farqlaymiz deganda, unda mo bilan hastimni o'rtasida donishju turuvdi. Biz talabamiz deganimizda mana bu hastim ko'makchi fe'l sifatida ishlatilayotdi. Bog'lama sifatida. Mo donishju hastim. Unda urg'u ham tushmas edi bu so'zlarga. Mustaqil urg'usi yo'q edi. Xo'p, shoma donishju hastid. Siz talabasiz. Onha donishju hastam bo'layotdi. Bu joyga yozganimiz boyaginda. Endi bu tomonda hozir yozganimizda bu yerda o'rtada hech qanday so'z yo'qda. Mo hastin. Biz bormiz. Shoma hastid. Siz borsiz. Onha hastam. Ular borlar bo'lyapti. Xo'p, endi buni nima aloqasi bor deganda, misol ko'jo ast. Ko'jo ast deganimizda qayerda bo'lib qoladi yoki qayer. Injo ko'jo ast. Bu yer qayerdir? Injo ko'jo ast. Bu yer qayerdir? Bu yer qayer? Yoki bo'tqat deb aytadigan bo'lsak, bu yer injo kelos ast. Injo kelos ast. Davomiga mana ast o'zi tayyor qildi. Injo kelos ast. Bu yer sinfdir dedik. Endi Ahmad qayerda? Yoki qayerda Ahmad bor yoki qayerda mana biz ko'chada yuribmizda, endi bizda ko'chada biz daftar sotib olmoqchimiz bironta do'kondan. Ko'jo daftar hast. Biz savol beramiz. Qayerda daftar ko'jo daftar hast. Qayerda daftar bor deb savol berayotganimizda, demak ko'jo daftar hast ni ishlatyapmiz. Agar biz ast qilmoqchi bo'lsak, misol daftar qayerda deb so'ramoqchi bo'lsak, birinchi daftarni qo'yamiz. Daftar ko'jo ast bo'ladi. Daftar qayerda? Endi bu shaklida qayerda daftar bor deganimizda mana qayerda so'zi birinchiga o'tib qolyapti. Bu edi demak ast bilan hastning o'rtasidagi farq. Hastning, ya'ni bor, mavjud degan ma'nodagi hastning bo'lishi shakli nist bo'ladi. U ham nist so'zining o'zi demak ikki xil ma'noni ifodalaydi ekan. Bir ma'nosi nist emas degani edi. Mana man deylik. Man rus nistam. Men o'ris emasman deb aytyapmiz. Man rus nistam. Men rus emasman. Endi bunisida man nistam. Men yo'qman. Men borman, men yo'qman degan ma'noda. Tu o'zbek
Nisty. Tu o'zbek nisty. Sen o'zbek emassan. Endi tu nisty deb aytsak, tu nisty desak, sen yo'qsan. O'zi bo'lyapti. Bunisida emassan bo'lyapti, o'rtada so'z bor. Bunisida shunchaki yo'qsan degan ma'no kelib chiqyapti. U Ironiy nist. U Eronlik emas. U Ironiy nist. U Eronlik emas. Bunisida u nist. U yo'q. Kelmagan, misol o'qishga kelmagan, u yo'q deb aytyapmiz. U nist. On nist deb aytsam bo'ladi. Ma Hargar nistim bu yozganimiz. Ma Hargar nistim. Biz ishchi emasmiz. Ma nistim. Endi bunisida biz yo'qmiz. O'zi bo'lyapti. Shuma keshik nistid. Shuma keshik nistid. Siz navbatchi emassiz. Shuma nistid. Shuma nistid. Siz yo'qsiz. Onha ahmaq nistan. Ular ahmoq emas. Ular ahmoq emas. Endi onha nistan. Ular yo'q. Ular bu yerda yo'q deganda. Onha injo nistan. Evet. İnjosi shart emas. Shunchaki nistan chalolmaymiz. Mana shu azizlar, demak bugungi mavzumizda o'rganadiganlarimiz edi. Ya'ni ast bog'lamasining qolgan shaxslardagi tuslanishi hamda hast mustaqil fe'li bilan orasidagi farq biz o'rganadigan mavzu edi. Xo'p, darsimizning demak nazariy qismi yakunlandi. Shu bilan keyingi hafta shu mavzuga tayyorlanib turadigan bo'lsanglar, keyingi darsda 9-darsda ko'rishguncha xayr. Endi darsimizning navbatdagi qismi bu amaliy, ya'ni matn o'qish va mashq ishlash qismi bo'ladi. Xo'p, buni faqat mana Telegramdagi chatlarimizda ishtirok etishingiz mumkin. Agar bizni YouTube'da kuzatib turgan bo'lsanglar, like bosib, izoh qoldirishni, taklif, shikoyat va munosabatlar bildirishni esdan chiqarmanglar. Hamda bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lib, u yerda jonli efirdagi chatlarimizda ishtirok etishingizni so'raymiz. E'tiboringlar uchun rahmat.